Salom qizlar, bugun bunaqa sehrli manikyur qilishni o'rganamiz. Ya'ni buni nimasi sehrli degan bo'lsanglar, bu gel-laklar qorong'ida yorug'lik qaytaradi. Ya'ni agar qorong'ida yurganingizda spishka tushadigan bo'lsa yoki fonar tushadigan bo'lsa, bu gel-laklar bunaqa yorug'lik qaytarib chiroyli bo'lib yonib turadi. Buni ko'rib turganingizda. Bu gel-lak har xil ranglilari bor. Bunaqa gel-laklar ayniqsa yangi yilda rosa moda bo'ladi, urfga kiradi. Shuning uchun hozirdan o'sha palitralarga bunaqa gel-laklardan qo'shib qo'yishinglarni maslahat beraman. Chunki почти hamma klientlar yangi yilda yaltiroq, mana shunaqa sehrli, mo'jizaviy manikyur qilishga harakat qiladi. Shuning uchun klientlaringlarni xursand qilish uchun mana shunaqa variantdagi gel-laklardan sotib olishinglar mumkin. Men o'zim ham rosa yaxshi ko'raman bunaqa yaltiroq, bunaqa svetotражающий, mana qorong'ida ko'rib turibsizlar, nur qaytaradigan gel-laklarni yaxshi ko'raman. O'zingizlarga ham qilib olsanglar, qorong'ida svet tushib qolsa rosa chiroyli ko'rinadi. Ko'zinglarni quvnatib, mana ko'rib turganingizdek qorong'ida bunaqa yaltirab turadi. Haqiqiy takoy sehrliga o'xshab turadi. Shuning uchun meni o'zimni ko'zimni quvnatadi. O'zim qo'limga qilib olganimga 1 oy bo'ldi. Haligacha ham ko'zimni quvnatib turibdi. Aytganimdek, buni har xil ranglari bor. Mana hozir sizga har xil ranglarni qilib ko'rsatyapman. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Yorug'da qanaqa bo'ladi, qorong'ida qanaqa ko'rinadi, mana hammasini ko'rsatyapman. Agar video foydali bo'layotgan bo'lsa, video yoqayotgan bo'lsa, like bosib kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Bu meni kanalim rivojlanishiga ancha yordam beradi. Agar sizlar like bosib kommentariy yozmay qo'ysanglar, men kanalim rivojlanmay qoladi. Va yana manikyurni noldan boshlab professional mastergacha o'rganmoqchi bo'lganlar uchun meni onlayn kursim bor. Onlayn kursimda noldan boshlab bemalol universalniy mastergacha hamma narsani o'rgataman. Manikyur, narashka, pedikyur hamma narsa bor. Oxirida sertifikat beraman. Onlayn kursim haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, bemalol Telegram kanalimga, Telegram lichkamga yozishinglar mumkin. Goya vlog kanalimni tepasida nickname qoldirganman. O'shandan bemalol lichkamga o'tishinglar mumkin. Va videoga qaytadigan bo'lsak, mana gel-laklarni hammasini ko'rsatyapman, svetotражающий. Mana yorug'da qanaqa bo'lyapti, qorong'ida qanaqa ko'rinyapti. Ko'rib turganingizdek, haqiqiy sehrli gel-laklarimiz. Yorug'da qarasanglar, buni oddiy, почти oddiy qora rangda, qorong'ida qarasanglar, shunaqangi yonib turibdi, biram chiroyli. Mana ko'rishinglar mumkin. Bittasini glянцевый top bilan surdim. Glянцевый topda, bittasi matовый topda qanaqa ko'rinishini ko'rdinglar. Bulardan ham qiziq dizaynlar chiqarsanglar bo'ladi, har xil qilib. Mana masalan, men matовыйsida qanaqadir toshlarning effektini qilsa bo'ladi. Glянцевый oddiy yengil effektini berib turibdi. Mana qorong'ida qanaqa svet отражать qilayotgani ko'rinyapti. Yengilda oldingi yil masalan yashil rangi rosa moda bo'lgandi. Mana shu svetotражающий, qizili moda bo'ladi har doim. Mana oq, serebro rangi modada. Va mana hozir sizlarga mana shu svetotражающий gel-laklarda ikkita dizayn ko'rsatmoqchiman. Bu oddiy молочный gelimizga kulrang svetotражающий, ya'ni oq svetotражающий surilgan manikyur. Va bunaqa manikyurlar qilsanglar ham bo'ladi. Hozir tipsida bitta turini ko'rsatmoqchiman, bitta dizayn turini ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga oddiy молочка kerak bo'ladi. Mana uni lampada qotirganimizdan keyin bunaqa kulrang svetotражающий gel-lakimizni olyapman. Bundan men gradient qilib ko'rsatmoqchiman. Ya'ni pastki qismida ko'p bo'ladi-da gel-lak, tepa qismiga qarab kamayib ketgan bo'ladi. Va shunday ombre gradient dizayn paydo bo'ladi. Buni ham yaxshilab eslab qolinglar. Bundan ham yaxshi pul topsa bo'ladi. Qilinishi oson, lekin ko'rinishi chiroyli dizaynlardan bittasi. Buning uchun ham rasm chizish qobiliyatlari shart emas. Oddiy любой kistочкада pastiga ko'proq qilib, tepasiga qarab buni kamaytirib borsanglar bo'ldi. Va shu
oson dizaynlardan bittasi va ko'rinishi ham chiroyli. Mana svetotражать qilib turganda qanaqa ko'rinishi ham ko'rsatilgan. Yetmay qolgan joylariga qo'shib yuborasizlar. Ko'rinishi mana shunaqa chiroyli bo'lib tayyor bo'ladi. Iloji boricha sekin переход qilinglar. Oralar ochilib qolmasin. Yorug'likda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Boya qorong'ida edi ko'rinishi, bu yorug'likda ko'rinishi. Mana shunaqa ambre bo'lyapti. Lipkiy sloyini olib tashlayapman va ustidan mana bunaqa nakleyka yopishtiramiz. Mana bunaqa chiziqchali nakleykalar bo'ladi. Buni ham uzumlardan yoki magazinlardan, Walbers'dan sotib olsanglar bo'ladi. Men tepa qismiga shunaqa yopishtirdim. Bu yana qorong'idagi ko'rinishi. Va siz buni qora gel-lak ustidan qilsanglar ham bo'ladi. Bu ham вообще boshqacha ko'rinish beradi. Ana qora gel-lakimizni lampada quritib oldik va o'sha svetotражащий gel-lakimiz bilan french chizishni boshladik. Siz qora gel-lak o'rniga любой gel-lak tanlasanglar bo'laveradi. Masalan, qizil, yashil, ko'k yoki nude. Men hozir sizlarga qora rangda ko'rsatyapman. Buni ham ko'rinishi juda ham chiroyli va oq gel-lakdan, oq frenchdan qaraganda ancha oson chiziladi bu french. Chunki yaltiroqdan o'zi chiziqlar tekis emasligi uncha sezilmaydi. Shuning uchun chizish oson, rosa oson. Mana yorug'likda bunaqa ko'rinadi, qorong'ida bunaqa ko'rinadi. Farqini ko'ryapsizlarmi? Va boshqacha dizaynlar ham bor. Rosa har xil ko'rinishda dizayn qilsanglar bo'laveradi. Mana hozir qora gel kraskada mana shunaqa kistichkamizda, mana shunaqa mo'y qalamimizda oddiy chiziqchalar chizib tashlayapman. Buni любой ko'rinishda chizsanglar bo'ladi bu chiziqchalarni. Men hozir tipi yaproqlarga o'xshatganmi, nimagadir o'xshatib chizib qo'ydim. Va bunga svetotражащий gel-lakimizni qo'shamiz. Mana bunaqa juda ham qiziqarli ko'rinishdagi dizaynimiz paydo bo'lyapti. O'zicha dizayn qilayotganda fantaziyalarga nima kelsa o'shanaqa qilib tashlayversanglar bo'laveradi. Sizlar o'tbetga ko'rishingiz shart emas. Dizaynlarni o'zingizlar o'ylab topsanglar ham bo'laveradi. Mana bunaqa bulyonchiklar qo'shib chiqaman, ya'ni dumaloq toshga o'xshagan narsalar bo'ladi, o'shanaqalar qo'shib chiqaman. Siz bunaqa dizaynlarni svetotражащийlarni любой dizaynga qo'shsanglar bo'laveradi. O'zingizlarning fantaziyalar nimaga kelsa, o'sha fantaziyalardagi hamma narsalarni qilib tashlayversanglar bo'ladi. Mana bunaqa dizaynlar любой ko'rinishdagi dizayn qilsanglar bo'laveradi. Hozir yana bitta turdagi dizayn qilib ko'rsatmoqchiman. Sizlar ham bunaqa Pinterest skachat qilib, Pinterestdagi любой dizaynlarni qilib ko'rishinglar mumkin. Yoki o'zingizlar ham o'ylab topishinglar mumkin. Men в основном klientlarim o'zi dizayn o'ylab topib kelardi. Men o'sha klientlarni olib kelganiga qarab, o'shalarga qarab dizayn qilishni o'rganganman. Hozir ko'rsatayotgan dizaynimda birinchi bo'lib mana bunaqa oddiy plotniy yaltiroq gel-lakimni surib olaman. Va ustidan mana bunaqa svetotражащийni olib, o'shani ustidan qoplaymiz. Hozir sizlarga oq va qora svetotражащий gel-lak farqini ko'rsatdim. Mana birinchi bo'lib yaltiroq gel-lakimiz qotgandan keyin ustidan mana bunaqa svetotражащий gel-lak suramiz. Chunki svetotражащий gel-lak mana bunaqa plotniy yaltiroq kam bo'lgani uchun birinchi yaltiroq ko'proq bo'lish uchun oddiy yaltiroq gel-lak surib oldim va ustidan svetotражащий qildim. Bu yerda o'sha boshqacha dizayn ko'rsatyapman. Folgali, ya'ni patalli dizayn. Bu videoda ma'no siz bitta gel-lak sotib olib, o'sha gel-lakdan juda ham har xil turdagi dizaynlar chiqarishingiz mumkin. Mana bu yerda qanaqa folgadan mangur dizayn qilish ham ko'rsatib ketildi. Unga mana bunaqa yoziq yozsanglar bo'ladi o'zingizlar yoki yoziqli nakleyka yopishtirsanglar bo'ladi. Mana bunaqa svetotражащийlarni ham mana bunaqa not-tekis surib chiqib ham chiroyli dizayn chiqarsa bo'ladi. Mana videoda ko'rib turganingizdek qanaqa
Juda ham chiroyli, juda ham qiziq dizaynda chiqdi mana. Mat va glyansoviy top sotib olib ham gellaklarni har xil ko'rinishdagi dizayn qilsanglar ham bo'laveradi. Bu sizlarning fantaziyalar qanchalik kuchli bo'lsa, shuncha ko'p pul topasizlar hamda, shunchalik zo'r chiqadi ham men ko'ringlar. Mana bo'lmasam oddiy gellaklardan 3-4 ta xilda gellakdan shunaqa qiziq dizaynlar chiqardik. Uncha ko'p narsa ishlatmayam. Mana qanaqa turdagi dizaynlar qildik. Buni ham bor yo'q ikkitami, bittagina svetr отражающий gellakdan shuncha dizayn chiqardik. Yoqqan bo'lsa like bosing.